Eng uzoq kutilgan yosh katta to'lachi, ya'ni do'mboqchi ayollarimiz uchun oddiy bichimli ko'ylakni bichilishini ko'rsatib beraman. Aytib o'tganimdek, do'mboq ayollarimiz uchun, ya'ni ko'krak aylanasi 1.44 bo'lgan ayolimiz uchun oddiy bichimli ko'ylakni ko'rsatib beraman. Uzunlikni chok haqlan qo'shib belgilab olamiz. Yelka kengligi manda 20 sm, chok haqi bilan 21 belgilaymiz. Har bitta ko'rsatganim aynan shu ko'krak aylanasi 1.44, 1.50, 1.52 lar uchun ko'rsatyapman. Yelka qiyaligi 6 sm. Oldi kengligi mana 7. Bu bilan buni birlashtirib chizib qo'yamiz. Shu oldi kengligini kengroq qilish uchun aynan mana shu qiyalikda ishlaymiz. Ya'ni mana 8. Yoshi katta ayollarimiz oldi ochilishini kichikroq kiyishadi. Shuning uchun mana 14 qilib belgilab, oldini yumaloq qilib chizib qo'yamiz. Bu o'zingizni tanlovingizga bog'liq oldi ochilishini belgilash. Bel uzunligi 48, mana 49. Buni ham chizib qo'yamiz. Mana 39 qilib belgilab qo'ydik. Ayollarimizda yoshi katta bo'lgan sari bilasizlar, proporsiyalar buziladi. Shu sababdan ko'p qizlarimiz so'raydi. Bel uzunligi bilan ko'krak balandligi bir-biriga yaqin kelib qolyapti. Men ko'krak balandligini xato o'lchadimmi deb so'raydi ko'p qizlarimiz. Yo'q, xato emas. Bu proporsiyaning buzilishi hisobiga ko'krak uzunligi, ya'ni ko'krak balandligi bel uzunligiga yaqin kelishi mumkin. Demak qizlar, belgilagan belimizdan 1,5 sm pastga tushib, mana shu chiziqqa birlashtirib qo'yamiz. Qiya qilib. Bu nima uchun kerak? Bu ayollarimizni semirganda qorni chiqadi. Shuning uchun vitichkani bel chizig'idan ko'ra 1,5 sm pastga qiya qilib, mana shu qiyalikda vitichkani joylasak, kiyganda vitichka ko'krakka qarab tortilmasdan chiroyli chiqib beradi. Yelkani o'lchab olamiz butunini. 14, yarmi 7. Demak, chok haqlarni qo'shgan holatda 9 qilib belgilab olamiz. Ko'krak oralig'i 11, 12 qilib belgiladim. Bunga ham mana 12, mana ko'rib turganingdek pastki chiziq 12 qilib belgilayman. Birlashtiramiz. Beldan pastga 18-20 tushsa yetadi. Mana men 20 tushdim. Mana shu oralig'ida pastga ham qo'yib olamiz. Mana 12, bu yoqqa ham mana 12. Birlashtirib chizib qo'yamiz. Bu modelimiz tepadan tushgan klinni vitishka hisobida tugashini ko'rsatib beryapman. Aynan to'lachi ayollarga tepadan tushgan klinlikni men tavsiya qilaman. Sababi vertikal chiziqlar har doim to'la semiz ayollarni bo'yini ozg'inroq qilib ko'rsatib beradi. Agar o'zi to'lachayu yana yonboshiga vitishka qo'yadigan bo'lsangiz, bu yana ham ob'yom beradi. Demak, vitishka oralig'ini 12-14 qilib olamiz. Men mana 13 qilib belgilab oldim. Mana shu balandlikni o'lchab olamiz. Mana 35,5. Bu yoqqa 36 yurib olamiz. To'lachi ayollarda qizlar beldan ko'p vitishka olmaysizlar. 1 sm, 1 sm. Ko'krak nuqtasiga olib kelib birlashtiramiz. Mana. Buni mana pastga tugatib qo'yamiz. Bu bilan buni ham birlashtirib chizib olamiz. Endi mana bu ko'krak qismiga ozgina figura berib qo'yishimiz kerak. Mana shu holatda oldini vitichkasini chiqarib olamiz. Endi pro'yma uzunligi aynan mana shu markaz chiziqdan 32 sm tushib olamiz. Aynan shu mana shu katta razmerlar uchun.
Mana shu yelkamiz yarmi 7 edi. Bu tarafga demak 9 qo'yib olamiz. Ikki taraf choki bor hisobiga. Markaziy chiziqdan 12 sm pastga tushamiz. Mana bu bilan buni birlashtirib qo'yamiz. Menda ko'krak aylanasi 1.44, 4dan biri 36, demak 37, 38, 39,5 ya'ni 40. Endi mana shu oralig'ida ham qo'shib qo'yamiz. 3 sm 43. Oldi kengligi aksariyat qizlarimiz yelka kengligiga nisbatan oldi kengligi ancha kichik o'lchab qo'yadi. Aslo yoshi katta do'mboq ayollarga bu mumkin emas. Ya'ni yelka kengligi 20 bo'lsa, oldi kengligi 1 sm kichik qilsalaring o'zi yaxshi keladi ko'ylaklaring. Bizda yelka kengligi 20, oldi kengligi 19 bo'lishi kerak. Demak, choq haqlarni yana qo'shib olamiz. 20, 21, 22. Mana shu oralig'ida ham albatta qo'shib ketamiz. 8, demak 30. Endi proymasini chiqarib olamiz. Proyma chiqarishda juda ham ehtiyot bo'lamiz. Sababi o'ta chuqur qilib olsak ham qizlar, to'la ayollarimizda aynan mana shu joyda semirish bo'ladi. Shuning uchun o'ta chuqur qilmanglar. Bel aylanasi bizda 1.40, ya'ni 4dan biri 35, 36, 37, 38,5, ya'ni 39. Vitichka orasi 2 sm 41. Bel bilan proyma nuqtasini birlashtirib, ba'zi hollarda qizlar ko'krak aylanasiga nisbatan bel aylanasi katta keladi. Shunda bunga nisbatan bel aylanamiz kengroq chiqishi ham mumkin. Bir narsani aytib o'tib ketaman qizlar, yoshi katta do'mboq ayollarimizda, ya'ni yoshlari katta ayollarda o'lcham olganlaringda ko'krak aylana, bel aylanaga nisbatan bir xil kelishi mumkin. Lekin bo'ks aylanasi bu razmerga nisbatan, ya'ni ko'krak aylanasiga nisbatan ancha kichik kelishi mumkin. Shuning uchun qizlar hech qachon kichik keldi deb kichikni qo'ymaysizlar. Ya'ni mana shu proyma nuqtasidan 10-12 sm oralig'ida tushib olib, belgilab, mana shu nuqtadan umumiy uzunlikni etak kengligiga tushib qo'yamiz. Mana shu holatda. Gorizontal chiziqlar, ya'ni ko'ndalang chiziqlarimiz to'lacha ayollarimizga yana ham ob'yom berganligi sababli yon vitichkani aynan gorizontal emas, balkim qiya ko'rinishda berishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Mana misol uchun men chizib ko'rsatib beraman. Mana o'sha ko'krak markazimiz 4-5 sm qoldirgan holatda yana mana qiya qilib chizib olyapman. Mana shu chiziq bo'ylab. Endi qizlar, mana shu vitichkani kesib olib yopganimizda mana bu joydagi o'zi vitichka oralig'i kelib chiqadi. Tepadan tushgan klin vitichka hisobida tugaydigan modelimizni bichishda qizlar, mana shu chiziq bo'ylab qirqib kelamiz va mana shu joyda to'xtatamiz qirqishda. Va bu tarafdan ham xuddi shunday qilib qirqib, mana shu joyda to'xtatamiz. Qolganini birlashtirib tikish jarayonimizda mana shu vitichka bo'ylab tikib, mana oxirida tugatamiz. Ko'rib turganlaringdek mana oldi qismini tayyorlab oldim. Endi bundan kelib chiqib orqani ham ko'rsatib beraman. Bel uzunligini qo'yib olamiz. Bizda 44, 45 qilib belgilab qo'ydim. Orqani mana shunaqa matoni chetiga to'g'rilab bichishlarini maslahat berardim. Tepadan 1 sm ichkariga belgilab olamiz. Shu markaz chizig'imizdan 14-16 sm orasida tushib olamiz. Mana 15 tushdi mana. Bu bilan buni birlashtirib chizamiz. Yana bir bor aytaman, yoshi katta ayollarimizda
bo'yin qismida ozgina bukchayish bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa qilib vitishka hisobini olsalaring, tikkan ko'ylaklar figuraga yotib chiroyli chiqib beradi. Beldan mana ichkariga 1,5 sm kiramiz. Bu nuqta bilan birlashtiramiz. Etak qismini esa umumiy uzunlikka qiya qilib tushib qo'yamiz. Yelka kengligini qo'yib olamiz. Bizda 20 edi. Choki bilan 21, 22. 22 ni mana shu nuqtadan keyinga qo'yamiz. Yelka qiyaligi 4 sm tushib olamiz. Oldi kengligini necha qo'ygan bo'lsak, 1 sm qo'shib orqa kenglik chiqarib olamiz. Mana 9. Bu bilan buni birlashtirib qo'yaman. Endi proyma uzunligini juda ham oson yo'l bilan sizlarga ko'rsatib beraman qanday topishda. Demak, proymani belgilashda qizlar mana shu oldidan foydalanamiz. Oldini bel chizig'idan mana shu nuqtagacha bo'lgan masofani o'lchab olamiz. 17,5. Orqa bel chizig'idan 17,5 tepaga ko'tarilib mana. Endi bunga ko'krak aylanasini qo'yib olamiz. Ko'krak aylanasi 36, 37, 38,5, ya'ni 39. 39 da aynan mana shu qiyadan keyinga qo'yibman. Orqa kengligi har doim yelka kengligiga nisbatan 1 sm kengroq qilinglar, chunki mana shu joyda ayollarimizning harakati ko'p bo'ladi va asosan semirish ham mana shu joyda bo'ladi. Chizayotgan chizig'imga juda ham e'tiborli bo'linglar qizlar. Orqani hech qachon chuqur o'ymanglar. Mana bundoq qilib o'yib tashamanglar. Ochig'ini aytganda, ayollarimizda aynan mana shu joyda yog' yig'ilib semirish bo'ladi. Shuning uchun bu joyda chuqur o'ymanglar. Oldida ham shunaqa. Orqa ochilishini 3 sm, 3,5 sm tushib, orqa ochilishini mana chizib qo'yapman. Orqaga o'rta chokka vitishka hisobini berganim uchun o'rtaga vitishka qo'yish shart emas. Xohlasangiz qo'ying, xohlamasangiz qo'ymang. Men hozir vitichkasi holatini ko'rsatib beraman. Bel aylanasi bizda 35, 36, 37,5, 38 ya'ni. Bu bilan buni birlashtirib chizib qo'yamiz. Mana shu nuqtadan xuddi oldiga o'xshatib, mana 12-14 sm belgilab olib, mana 14 belgiladim. Mana shu nuqtadan umumiy uzunlikni etak kengligiga tushib qo'yamiz. Mana shu holatda mana.